Aziz tomoshabinlar, bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 9.3 sonli qonun deb muhokama qilinayotgan yangi tartib pensiya masalasida kimlarni xavf ostida qoldirishi mumkin? Eng og'riqli savol shu. Odam umr bo'yi ishlagandek yuradi, lekin pensiya yoshiga yetganda sizda yetarli staj yo'q, badal ko'rinmayapti, hujjat tasdiqlanmagan degan javobni eshitish mumkinmi? Ha. Aynan shuning uchun bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning puliga, pensiyasiga, qarlikdagi kafolatiga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin ko'zingizni ochadigan, amalda kerak bo'ladigan narsalarni oddiy tilda tushuntiraman. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Pensiya o'z-o'zidan beriladigan pul emas. Pensiya tizimi ish staji, rasmiy daromad, to'langan soliqlar va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarga bog'liq. Ya'ni odam men 30 yil ishlaganman desa ham, davlat tizimida bu ish hujjat bilan ko'rinmasa, muammo tug'iladi. Oldin ko'pchilikda mehnat daftarchasi asosiy hujjat bo'lgan, korxona bo'lgan, kadrlar bo'limi bo'lgan, ishga kirgan sanangiz, bo'shagan sanangiz, lavozimingiz daftarchaga yozilgan. Pensiyaga chiqishda shu daftarcha olib borilgan, arxivdan ma'lumotnoma so'ralgan, ish haqi haqidagi hujjatlar topilgan va pensiya tayinlangan. Lekin hozir tizim asta-sekin raqamlashtirildi. Endi davlat organlari odamning ish stajini ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy soliqni, rasmiy ish joyini elektron bazalar orqali tekshiradi. Mana shu joyda xavf paydo bo'ladi. Agar siz ishlagan bo'lsangiz-u, lekin ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, yoki ish haqingiz konvertda berilgan bo'lsa, yoki korxona badallarni vaqtida to'lamagan bo'lsa, pensiya hisobida siz kutgan raqam chiqmasligi mumkin. 9.3 sonli hujjat atrofida odamlarni qo'rqitayotgan gaplarning ildizi ham shunda. Endi staj faqat rasmiy ko'ringan davrlar bo'yicha hisoblanadi. Norasmiy ishlagan yillar kuyadi. Hujjatsiz odam pensiyasiz qoladi degan gaplar tarqalmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Qonun hech kimni ataylab pensiyasiz qoldirish uchun emas, lekin hujjati yo'q, badali yo'q. Rasmiy izi yo'q odam amalda pensiya tayinlashda qiynaladi. Farq mana shunda. Birinchi navbatda uzoq yillar norasmiy ishlaganlar xavotir olishi kerak. Masalan, bir kishi 20 yil qurilishda ishlagan, har kuni ishga chiqqan, ustalar bilan ishlagan, pulini naqd olgan, lekin shartnoma yo'q, buyruq yo'q, mehnat daftarchasida yozuv yo'q, soliq to'lanmagan. U kishi 6 yoshga yetganda men 20 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya jamg'armasi qaysi korxonada, qaysi davrda, qaysi hujjat bilan deb so'raydi. Agar isbot bo'lmasa, bu 20 yilni to'liq staj sifatida tan olish juda qiyin bo'ladi. Ikkinchi xavf guruhi bozorda, savdoda. Xizmat ko'rsatishda o'zini o'zi band qilmasdan ishlaganlar. Masalan, ayol kishi 15 yil davomida bozorda kiyim sotgan, ijarada joy olgan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, ijtimoiy soliq to'lamagan. U ham o'zini ishlagan deb biladi, chunki ertalabdan kechgacha mehnat qilgan. Lekin pensiya tizimi uchun mehnatning o'zi emas, rasmiy tasdiq muhim. Shu sababli u pensiya yoshiga kelganda minimal staj masalasida qiynalishi mumkin. Uchinchi guruh chet elga ishlashga ketgan fuqarolar. Masalan, bir fuqaro 12 yil Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, ayrim hollarda xalqaro bitimlar, ma'lumotnomalar, sug'urta to'lovlari orqali masala ko'rilishi mumkin. Lekin agar u norasmiy ishlagan bo'lsa, pulni qo'lma-qo'l olgan bo'lsa, O'zbekistonda ijtimoiy soliq to'lamagan bo'lsa, o'sha 12 yil pensiya stajiga kirmasligi mumkin. 4-guruh oilada uy bekasi bo'lib qolgan ayollar. Men bu yerda ayniqsa ayollarni ogohlantirmoqchiman. Ko'p ayollarimiz erim ishlaydi. Men uyda bolalarni qarayman deb yillarni o'tkazib yuboradi. Bu mehnat juda katta mehnat. Lekin pensiya tizimi rasmiy stajga qaraydi. Bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga kiritilishi mumkin. Lekin bu ham cheksiz emas va hujjat talab qiladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, tegishli ma'lumotlar bo'lmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. 5-guruh ish joyi yopilib ketgan, arxiv yo'qolgan korxonalarda ishlaganlar. Masalan, 1990 yillarda yoki 2000 yillar boshida kichik firma, shirkat kooperativda ishlagansiz. Firma tugatilgan. Rahbar boshqa davlatga ketgan, arxiv topshirilmagan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr aniq, buyruq raqami ko'rsatilmagan, ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Bunday
holatda pensiya organlari qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar siz rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq to'layotgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda yozuvlar to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, vahimaga tushishga asos yo'q. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ba'zan odam men rasmiy ishlayapman deb o'ylaydi. Aslida ish beruvchi uni yarim stavkaga qo'ygan bo'ladi yoki minimal oylik bo'yicha ko'rsatadi. Bu kelajakdagi pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, siz oyga 5 million so'm olayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilsa, pensiya hisobida sizning haqiqiy daromadingiz emas, rasmiy ko'rsatilgan daromad inobatga olinadi. Demak, bugun konvertda olingan pul shirin ko'rinadi. Lekin qarlikda pensiya kam chiqadi. Yana bir misol, erkak kishi 25 yil rasmiy ishlagan, ijtimoiy to'lovlar to'langan, mehnat daftarchasi va elektron bazada hammasi joyida. U kishi uchun asosiy xavf yo'q. Lekin agar 25 yilning 10 yili norasmiy, 20 yili rasmiy bo'lsa, pensiya tayinlanadi yoki tayinlanmasligi masalasi minimal staj va hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Pensiya miqdori esa ancha past bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bitta xatoga yo'l qo'yadi. Stajim bor, demak pensiyam yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida ikki masala bor. Birinchisi, pensiya olish huquqi uchun zarur bo'lgan minimal staj. Ikkinchisi, pensiya miqdorini oshiradigan to'liq staj va ish haqi darajasi. Misol uchun, bir odamda minimal talab qilinadigan staj bor. Demak, u yoshga doir pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin staj kam. Ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori ham past chiqadi. Boshqa odam esa uzoq yil rasmiy ishlagan, yaxshi oylikdan soliq to'langan, unda pensiya nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Shu sababli pensiyasiz qoladi degan gapni ikki xil tushunish kerak. Birinchisi, umuman yoshga doir mehnat pensiyasiga huquq yetmasligi. Ikkinchisi, pensiya chiqadi, lekin juda kam chiqadi. Ikkalasi ham og'riqli. Lekin huquqiy jihatdan farqli holatlar. Birinchi misol, Bahrom aka 6 yoshga yaqinlashyapti. U 1908 yildan 2010 yilgacha ustachilik qilgan. Lekin hech qayerda rasmiy ishlamagan. 2011 yildan 2024 yilgacha esa maktabda qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Uning rasmiy staji 13 yil atrofida. Agar tizimda shu yillar to'liq ko'rinsa, minimal staj bo'yicha muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin 1998-2010 yillardagi norasmiy ustachilik pensiya miqdorini oshirib bermaydi. Bahrom aka men 26 yil ishlaganman desa ham hujjatda 13 yil ko'rinadi. Ikkinchi misol, Dilbar opa 25 yoshga chiqmoqda. U 3 farzandni tarbiyalagan, 8 yil bog'chada ishlagan, keyin 20 yil uyda tikuvchilik qilgan. Tikuvchilikdan daromad topgan, lekin o'zini o'zi band qilmagan, soliq to'lamagan. U pensiya organiga borsa, bog'chadagi 2 yil hujjat bilan tasdiqlansa, ayrim bola parvarishi davrlari ham qonun doirasida inobatga olinishi mumkin. Lekin uyda tikuvchilik qilgan 20 yil rasmiylashtirilmagan bo'lsa, stajga kirmasligi mumkin. Natijada pensiya huquqi yoki miqdori bo'yicha savol tug'iladi. Uchinchi misol, Sardor 10 yil chet elda ishlagan, O'zbekistonga pul yuborgan, uy qurgan, oilasini boqqan, lekin u ishlagan joyda rasmiy shartnoma bo'lmagan. Endi u men 10 yil mehnat qildim deydi. Insoniy tomondan bu to'g'ri, lekin pensiya tizimi shartnoma, sug'urta, badal, ma'lumotnoma so'raydi. Agar bular bo'lmasa, o'sha yillar pensiyaga qo'shilmasligi mumkin. 4-misol. Malika opa kichik xususiy klinikada 7 yil hamshira bo'lib ishlagan. Ish beruvchi hammasi rasmiy degan. Lekin u Maybaltgov o'z yoki tegishli tizimdan tekshirilganda faqat 2 yil ko'rinadi. Qolgan yillarda ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan yoki to'lovlarni noto'g'ri qilgan. Agar Malika opa buni pensiya yoshida bilsa, kech bo'ladi. Hozir bilsa, ish beruvchidan hujjat talab qilishi, mehnat inspeksiyasiga murojaat qilishi, sud orqali stajni tasdiqlatishi mumkin. Endi eng muhim nuanslarga o'tamiz. Har bir ishlamagan davr avtomatik ravishda yo'qolib ketmaydi. Qonunchilikda ayrim davrlar stajga kiritilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat davri, bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar, oliy ta'limning muayyan shakllari, nogironligi bo'lgan shaxsni yoki parvarishga muhtoj yaqin qarindoshni parvarish qilgan davrlar kabi holatlar qonunda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Lekin bu yerda asosiy so'z hujjat bilan tasdiqlansa degan joyda. Masalan, bola parvarishi davrini tasdiqlash uchun farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, onalikni
tasdiqlovchi hujjatlar, ayrim hollarda boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladi. Harbiy xizmat uchun harbiy bilet yoki mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma kerak. O'qish davri uchun diplomning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. O'qishga kirgan va bitirgan sanalar. Kunduzgi shaklda o'qigani haqidagi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Yana bir nozik masala, mehnat daftarchasida xatolar. Ism, familiya bir harfga noto'g'ri yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana mos kelmasligi, muhr o'qilmasligi. Buyruq raqami yo'qligi, lavozim yozilmagani muammo keltiradi. Masalan, pasportda Gulnora bo'lsa, mehnat daftarchasida Gulnora yozilgan. Oddiy xato deb o'ylaysiz. Lekin pensiya tayinlashda bu boshqa shaxsga tegishli yozuv bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchi tasdiqlovi yoki sud orqali faktni belgilash kerak bo'lishi mumkin. Yana bir tuzoq, ish beruvchi bank kartangizga pul tashlagani rasmiy ish degani emas. Sizga har oy pul o'tkazilgan bo'lishi mumkin, lekin mehnat shartnomasi bo'lmasa, soliq hisobotida xodim sifatida ko'rsatilmagan bo'lsangiz, bu pensiya staji sifatida avtomatik tan olinmaydi. Bank o'tkazmasi daromad bo'lganini ko'rsatishi mumkin, lekin mehnat munosabatini to'liq isbotlash uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Ro'yxatdan o'tishning o'zi yetmaydi. Belgilangan to'lovlar, ijtimoiy soliq yoki qonunda nazarda tutilgan badallar o'z vaqtida to'langan bo'lishi kerak. Men patent olganman, men faoliyat qilganman deyish bilan pensiya staji avtomatik ko'paymaydi. Tizimda to'lovlar ko'rinishi kerak. Birinchi qadam, o'z stajingizni tekshiring. Buni my.kubuz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlari tizimi elektron mehnat daftarchasi bo'yicha mavjud xizmatlar orqali tekshirish mumkin. Agar internetdan foydalanishga qiynalsangiz, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mahalladagi mas'ul xodimlarga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, muhr, imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar muhr xira bo'lsa, firma nomi o'qilmasa, darhol arxivdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Korxona hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan tasdiqlangan nusxa, buyruqdan ko'chirma. Ish haqi haqida ma'lumotnoma oling. Uchinchi qadam, eski ish joylaringizni ro'yxat qiling. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, rahbar kim bo'lgan, korxona qayerda joylashgan, siz bilan birga ishlagan guvohlar kimlar, oylikni qanday olgansiz, qanday hujjatlar qolgan, hammasini yozib chiqing. Pensiya yoshiga yetganda eslash qiyin bo'ladi. Hozir yozib qo'ysangiz, keyin o'zingizga yordam bo'ladi. 4-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiylashtiring. Ish beruvchiga men bilan mehnat shartnomasi tuzing, elektron mehnat daftarchamga kiriting, ijtimoiy to'lovlarim ko'rinsin deb talab qiling. Bu sizning huquqingiz. Ish beruvchi kerak emas, baribir pensiya bo'lmaydi desa, bu noto'g'ri gap. Aynan rasmiylik sizning kelajakdagi huquqingizni himoya qiladi. 5-qadam. O'zini o'zi band qilish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik masalasini ko'rib chiqing. Agar siz uyda tikuvchilik qilsangiz, repetitorlik qilsangiz, ustachilik qilsangiz, go'zallik xizmati ko'rsatsangiz, avtomobil ta'mirlasangiz, internet orqali xizmat qilsangiz, faoliyatingizni qonuniylashtirish yo'lini tanlang. Bu nafaqat jarimadan qochish, balki pensiya kelajagingizni yaratishdir. 6-qadam. Hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi haqidagi hujjatlar, arxiv javoblari. Sud qarorlari bo'lsa, hammasini saqlang. Hujjat yo'qolsa, stajni isbotlash qiyinlashadi. 7-qadam, agar tizimda xato topsangiz, jim turmang. Masalan, siz 2015-yildan beri rasmiy ishlayapsiz. Lekin bazada 2020-yildan ko'rinyapti. Darhol ish beruvchiga yozma murojaat qiling. Javob bermasa, bandlik organlari, mehnat inspeksiyasi, soliq organlari yoki sudga murojaat qilish mumkin. Og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Murojaatni yozma qiling, ro'yxatdan o'tkazing. Javob nusxasini saqlang. 8-qadam. Pensiya yoshiga 5-10 yil qolganda emas, hozirroq tayyorgarlik ko'ring. Eng katta xato shuki, odamlar pensiya hujjatlarini oxirgi oyda yig'ishni boshlaydi. O'sha paytda korxona yopilgan, arxiv yo'q, guvohlar topilmaydi, rahbar vafot etgan bo'ladi. Agar siz 40 yoshda bo'lsangiz ham,
hozirdan stajingizni tekshirish 6 yoshdagi muammoni oldini oladi. Agar sizga staj yetmaydi yoki hujjat tasdiqlanmadi deyishsa, avvalo og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Rasmiy yozma qaror so'rang. Qaysi davr nega hisobga olinmagan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etilgan? Bular yozma bo'lishi kerak. Yozma qaror bo'lmasa, siz shikoyat qilishda qiynalasiz. Keyin kamchiliklar ro'yxatini tuzing. Masalan, 2000-2005 yillardagi ish staji tan olinmagan bo'lsa, aynan shu davr bo'yicha arxivga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. Agar arxivda hujjat yo'q bo'lsa, sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi ko'rilishi mumkin. Bunda guvohlar, eski hujjatlar, ish haqi qaydnomalari, kasaba uyushmasi bileti, buyruq nusxalari yordam berishi mumkin. Shuni ham biling. Pensiya masalasida har bir holat individual ko'riladi. Qo'shningizga bir hujjat yetgan bo'lsa, sizga ham yetadi degani emas. Sizning ish davringiz, korxonangiz, to'lovlaringiz, hujjatlaringiz boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sababli umumiy gaplarga emas, o'zingizning rasmiy ma'lumotlaringizga tayaning. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, yangi tartiblar odamlarni bekordan bekorga qo'rqitish uchun emas, lekin rasmiy staj va hujjat masalasini juda jiddiy qiladi. Kimning ishi daromadi, ijtimoiy to'lovlari tizimda ko'rinsa, u ancha xotirjam bo'ladi. Kim yillar davomida norasmiy ishlagan, hujjat yig'magan, ish beruvchiga ishonib yuravergan bo'lsa, hozirdan harakat qilmasa, pensiya yoshida og'ir muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga eng muhim maslahatni beraman. Bugun stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, ish joyingiz rasmiyligini aniqlang va xatolarni hozirdan tuzating. Pensiya bu faqat keksalar masalasi emas. Pensiya bu bugun ishlayotgan har bir odamning kelajakdagi noni, dori-darmoni, kommunal to'lovi va mustaqilligi demakdir. Sizning fikringiz qanday? Sizda yoki yaqinlaringizda staj, mehnat daftarchasi norasmiy ish yoki pensiya tayinlash bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, opa-singillaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga pensiyasiz yoki juda kam pensiya bilan qolish xavfini kamaytiradi.